Algebrai kasrlar. 50-misoldan boshlaymiz. Boshlaydi. Quloq solib turamiz. Kasrlarni qisqartirish. Bir-biriga qo'shish, ayrishlar. Yo'q. Shu paytgacha kasrlarni qisqartirish o'rganib chiqdik. Endi kerak paytda uni mahlash berish, kerak paytda qisqartirish, kerak paytda ayirish yoki qo'shish o'rganamiz. Nima ish bajarish mumkin? Nimani ko'ryapsiz? 2x plus 1 kvadrat. Mana qaysi? Ana Bular pastmi? 2x 2 ichkarisi qisqarib ketadi, plus minus bo'ladi. 3x Qaysi bilan? 3x minus 1 3x plus 1 bo'ladi. O'shani minus. Bu qisqarib ketdi. Bunisi haqida gaplashaylik birinchi. Bu ham qisqaradi, domla. 2x plus 1 kvadrat. Yo'q. Keyin mana 2x plus 1 bo'lsa, tepasi 2x minus 1 bo'ladi. Keyin yana Mana bu formani tushmayni aytib qo'ying. Ona ochib chiqqan hali ikkinchi qavusimiz ashuna tushib qoladi. Bu nimani beryaptimi? Hali 2x minus 2x ning kubi minus 1 ning kubimi? ha, ashuna. Kub minus 1 kubmi? Ashuna. 4x kvadrat plus 2x plus 1. Shuni yoyib chiqaylik birinchi. 2x minus 1 2x minus 1 4x 4x kvadrat plus 2x plus plus 1. 2x plus 1. Tasarruf 4x kvadrat plus 2x plus 1. Minus. Endi bu kasr. Endi uni ana mix plus qilamiz. 3x minus 1 3x plus 1 ga aytadi. 3x minus 1 qisqardi. 3x minus 1 qisqardi. Ikkitasi qisqardi. Nima qolyapti bizda? 2x minus 1 2x minus 1 3x minus 1 3x minus 1 bo'lib ketadi. Mana minus aslida, ba? Yo, pauzga olib yozaylik. X 2xdan 3xni ayirsak. minus Bo'ldi, misolimiz tugadı. Bo'ladimi? Bu misol. bu ham ana tagidagi ana kublikka yoyib chiqsak tagida qisqaradi. Ha, kubikka chiqamiz. X plus y X plus y x kvadrat kvadrat minus x y kvadrat. X kvadrat minus x y plus y kvadrat. Minus x minus y x plus x x minus y x minus y qoladi. plus y qoladi. X minus y X plus y'lar ketdi. Kettida baravar x plus y x minus y minus bo'lib qoladimi? minus bo'lib ketarkan. X'larimiz yig'imizni o'rgatdik. Y qoldi. Kim tushunmadi? Osona o'zingizga formula ko'rinyapti, shuni yig'ib qo'ygan bo'lsa, yoyib chiqyapmizda, keyin qisqarib ketadi. 55-misoldan boshlab Usmonovda ishlagan misollarimiz, ya'ni sizlarga kecha uyga vazifa qilib bergan misollarimni yetib keldik. Ya'ni umumiy mahlash berish. Sirojda mana shu umumiy mahlash nima bo'ladi? A plus 3 yo'q. A kvadrat minus 9. A kvadrat minus 9 qayerdan keldi? Ikkalasi Ikkalasini ko'paytirmasi umumiy mahlash bo'ladi, to'g'rimi? A minus 3 A plus 3 umumiy mahlash bo'ldi. Bunisiga nechtadan ko'payadi? A plus A minus 3 tadan A minus 3 tadan A plus 3 minus A plus 3 A plus 3 bo'lib qoladi, chunki mana minus 3 tasdiq qoladi. A'lar ketdi-da. Oldi mahrajda A kvadrat minus 9. Bo'ladimi? Mana shunaqa umumiy mahraj berish kerak. Xo'sh, boshlab turamiz. Muhammad umumiy mahraj. M bilan narsa 30. Nimaga m bilan 30? M kvadrat. Ha? M kvadrat minus 30. Yo'q. Nima degani u m kvadrat minus 30 qayerdan keldi? M kvadrat minus 30 bo'lyapti, adammi? Yo'q.
Yo'q. Ikkalasini ko'paytmasmi? Ikkalasini ko'paytmasi. M minus 5 u M M plus plus minus 6. Buni ko'paytirib chiqsanglar m kvadrat minus 30 chiqmaydi oshqoldi. M ni m ga ko'paytiramiz. M kvadrat minus 5m ko'paytiramiz. Minus 5m. 6 ni m ga ko'paytiramiz. 6m. Buni bunga ko'paytirsak minus 30 mi? Orasida m kvadrat minus m plus minus 30 bo'lishi kerak. minus Lekin M hozir biz mana shuni ikkalasini ko'paytmaslik deb tursak ham bo'ladi-ku. To'g'rimi? plus M bo'ladi. M plus 6. M plus 6 M minus 5. minus 5. M plus 6 ayrılgan M plus 5. M bilan ketdi-da 11 taqsim M minus 5 u M plus 6 deb yozib qo'ysak bo'ldi. Tushunarlimi? Qanaqasi M kvadrat minus 30 nimadir deyish shart emas. Ikkalasini ko'paytmaslik deb qo'yamiz bo'ldi. Zarin umuman qayta aytasan. I kvadrat kvadrat plus plus I A kub. I kvadrat minus I kub. Ani 5-inchisi. I kub. Siz to'xtaydi. Nimaga 5-inchisi? 6-inchisi. Nimaga 6-inchisi? Ko'paytmas. Ko'paytmasi. 5-inchisi. Savol sizlarga. 1/4 bilan 1/6 ga umuman tanlaydi-chi? 12. 4 bo'lishi shart. 12. 12. Ko'paytmasi bo'ldimi? Ko'paytmasi bo'ldimi? Yo'q. Nimasi bo'ldi? Bittasini 3ga, bittasini 2ga. Ha, nimasini topdik? E kub k'sini kub. Kub k'sini topdikmi? To'g'rimi? 4 bilan 6 ni 2 ko'p. 12 mida a kvadrat bilan a kubning kuki nechi bo'ladi? I kub bo'ladi. A kub bo'ladi. Ya'ni qaranglar. Agar bitta harf qatnashayotgan bo'lsa, boshqa harf aralashmagan bo'lsa, umumiy maqsad darajasi eng kattasi bo'ladi. Bunga nechidan? Bunga nechi? Bittadan. Bittadan. A plus 1. Yo'nim solamiz. Shunday. Bu misoldan nima qilamiz? Ikkalasini ko'paytmaslik. Undan oldinchi 3 olib ketamiz mana ostida, mana ostida 5 olib. chopishib ketib ko'raylikcha. 3 X minus 6. chiqadi. Minus 5. 5 X minus minus. Umumiy mahraj 15 x minus 2 bo'ladi. 3 bilan 5 umumiy mahraj 15, x minus 2 ikkalasida ham bor deb shuni oldik. Bunga 5 tadan 5 dan bunga 3 dan. 10 plus 12. 22 taqsim 15 X minus 2. bo'ladimi? Tushundinglarmi? Umumiy mahraj X kvadrat minus x kvadrat minus 2 kvadrat. X minus Bunga nechtadan tegadi? Bitta X minus X minus X minus X minus 2. 1 minus x minus Y plus. Y plus. ha y minus Y ile ketdi. y ile ketdi-da X so'z x taqsim x kvadrat minus 2 kvadrat. 65. Qanday olib chiqib ketasan? X kvadrat plus 1 bo'ladi. Umuman X kvadrat minus 1 umumiy mahraj bo'ladi. Xo'p. Onamga x plus bittadan beramiz. Bunga x plus bittadan, bunga bittadan, bunga x minus bittadan. Ikkini ko'paytirsak, plus 2, Minus 2x. minus 3x, X plus x kvadrat minus 1. 2x dan ketarkan. x'ni qo'shsak, 3x dan Tugan. 2 dan 1 ayirsak, 1. bo'ladimi? I kvadrat minus 3. Minus 9 bo'ladi. A kvadrat a kvadrat minus 9b kvadrat. Bunisiga A minus A minus 3b. 3b. A plus 3b. Bitta. ko'paytiramiz ayni. Anaga ko'paytirsak, Kvadrat. a kvadrat minus 3ab plus
3a1 plus 9'da b kvadrat minus 9'da b kvadrat. Doğru mu? Ha. 9 b kvadratlar a1'lar yanımızda o'rgatganda a kvadrat minus 9'da b kvadrat. Endi a kvadratlarni qisqartirib yuborsam bo'ladi? Yo'q. Yo'q. Nima qisqartirib? Pastda minus. Ha. Maqsadimiz ko'paytmamasdan qoldi. Agar ko'paytma bo'lganda qisqartiraveradi. Ba'zilaringizdan qisqartiraveryapsizlar. Ko'paytma qilganingda ham a minus 3b, a plus 3b bo'ladi. Unda ham a kvadratni o'z alohida ko'paytma emasda. a ni o'z alohida ko'paytiruvchi bo'lib turganda ana ostda qaysi tursa boshladik. x ko'p minus 22. Boshladik. Buni umuman bo'ladi. Formula yo'q, minus 9. Yo'q. Yo'q, 8x ko'p minus 22 kub bo'ladi. Keyin buni 2x minus 3y bilan beramiz. Yo'q. Ashuni. Bu a kub minus b kub, bu a kvadrat minus b kvadrat. Umuman boshqa formula. Formulaga qo'yamiz. Suratda nima qilsak bo'ladi? Qisqartirib bo'ladi. Odam yo'l chiqadi kublikka. Yo'q, oldin birinchi kasr o'ylaylik. Lekin olib ketamiz. Ikkini olib ketamiz suratdan. Ikkini olib ketsa. 2 minus 3y. Pastdan bilan qisqarib ketadi. Pastda X nima plus bor? bo'ladi. Pastda nima bor? 2x minus 2x minus 3y. 2x plus 3y. 2x plus 3y. Qisqarib ketdi. Ular bilan xayrlashdikmi? Endi ikkinchi kasr bilan. Yo'l chiqamiz 8ni. Tepasini o'zini ham yozamiz to'g'ri. 4x kvadrat plus 6x plus 9 y kvadrat. Masalan, kublik Masalan, kublik formulaga qo'yib olib chiqamiz. 2x minus 3y 4x kvadrat plus 6x plus 6y minus 9y kvadrat. Tepadagi Ulardan ketdimi? Bizda qo'yayotgan narsa ikki taqsim 2x minus 3y bir taqsim 1 taqsim 2x minus 3y. natijamiz nima bo'ladi? 2x plus 3y 3 bo'ladi. 2x minus 3y. 3dan 3. Bo'ladimi? 71-si. Ana pastda mahraji x kvadrat minus 2x yashaydi. X minus y kvadrat minus Nima dedik mahraji? 1 minus x minus y ning 1 minus qarang, bunday qilyapmiz, bunday qilmoqchida. Mana undan hammasidan x minus olib ketmoqchi. X kvadrat plus 2xy plus y kvadrat bo'lib qoladi. Hammasidan minus chiqib ketdi. Suratini. suratini Surat oshda bo'lsa yo'q, oshda. 1 plus X plus yo'q, 2x 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 plus x minus y x plus y. nima bo'lishi kerak? X kvadrat. X kvadrat minus y kvadrat deb joyini o'zgartirib oldim. Endi nima qiling? Buni mana beradi. X 1 plus x kvadrat. 1 minus x plus x ning kvadrati minus y kvadrati. Bunisi 1 minus bunisi X plus y ning kvadrat. x plus y ning kvadrati. Endi ana plus minus qilib yo'l chiqamiz. Birinchisi biz suratini plus minus qo'yib olib chiqamiz. Pastda 1 plus x minus y 1 plus x plus y. plus y. Endi mahraj Mahrajida ham xuddi shunaqada kvadratlarimiz. 1 minus x minus y 1 plus x plus y. x plus Onlar qisqardi. Oladi. 1 plus x minus y 1 minus x minus y. Qaradimmi? yo'q. Yo'q. Nimaga bir xil Y qisqaradi. Ana x da minus. ko'paygan aytgan narsam. Shart qisqartirib yubordingiz buni. Damo ana x oldida plus bo'lgan. Ha, agar buni x olib plus bo'lganda qisqaradi. Qisqaradi. Bir olti ayirishar. Shuning uchun shunday qoladi. Buni yozib oling, ha. Ish bajaramiz. Ana Devurbek to'xtatib tur. Nima ish bajaramiz? Qayerdan?
uchtasidan A. mana olib ketamiz. Mana olib B. ketamiz. Minus B minus B. Keyingisidan minus 2 olib ketamiz. B minus 2 emas, minus 1. Keyingisicha bu ikkitasidan mana olib ketsak B minus 2. Ikkitasidan B minus 2 olib ketsak B minus 2. Endi B minus 1 ochib ketamiz tepadan. Suratidan B minus 1 ni olib ketsak qoladi A minus B minus 2. B minus 2. B minus 2 ni olib ketsak A minus 2. A minus 2 ga qisqartirib ketamiz. B minus 1. B minus 1 B minus 2. B larni qisqartirib minus 1 taqsim 2. Yo'q. Minus 4. Ishonat. Ko'paytmagan. Endi ko'rishamiz. Bunisidan nima qilamiz? formula tushunyapman. Qaysi formula? Yana olib ketadi, 2 kvadrat. 2a kvadratni olib ketamiz suratni. Nima qiladi? A kub minus A kub Minus 8. 8 o'zi. To'g'rimi? To'g'rimi? A kvadrat minus 2a minus 4 o'zini yozamiz. Ko'paygan bundan A. a kvadrat olib ketsak a minus 2. Tepani Buni a kvadratlari ketizoramiz. Chunki ko'paytmay keldik-ku. Minus 8. Qanday 2 ko'paygan. Buni kubik formulaga qo'yib boshqa chiqamiz. A minus 2. A minus 2 A kvadrat minus 2. a minus 2 a kvadrat minus 2a minus 4. Ikki qolar ekan. Başladık. Tepasini kubik formulaga qo'yib chiqamiz. X minus 2. X kvadrat minus 2. 2 minus 4. Pastlovna x kvadrat plus X kvadrat. 4 x kvadrat plus 4 kvadrat. x kub minus 8 bo'lganda o'xsharmidi? 8 ga keltirib olamiz. 16 minus 8. X ni 4-inchisi nima deylik? Plus 8 ta x kvadrat plus 16 minus 4 minus 4x kvadrat. Ha, qarz olib turdik. Shunda mana formulani berdi. X minus 2 x kvadrat minus 2x minus 4. Mahrajda mana bu narsa nima berdi? x kvadrat minus 16 kvadrat. Mana x kvadrat minus 4 x kvadrat plus 4 ning kvadrati minus 2x ning kvadrati. Kvadratlar ayrimasiga tushib qoldimi? X minus 2 x kvadrat plus 2x minus 4 surati turibdi. Mahrajni nima qilamiz? x kvadrat x minus 2 X kvadrat ya'ni bir marta ayraymiz. X kvadrat plus 4 minus 2x. X kvadrat minus 4 minus 2x. Bundan bu ketadi. To'g'rimi? Endi bu nimani beryapti? x plus o endi ko'plashyapti yana. X kvadratmi? X minus x surati turibdi. Pastini qarab turing. X X kvadrat minus 2x plus 4 deb o'rnidan maktub yozoldi. Nimani berdi? x minus 2 kvadrat. X minus 2 yu X minus 2 x minus 2 ning kvadrati. Qisqaradi. Nima qiladi? x bir taqsim Ana kubik formula qo'yib ochamiz. Qaysini? Tepada. Tepadagini qanday ko'pligiga qo'yamiz? 7-si minus 1. Ha, x ni 7-si minus 1, ya'ni 7-sining kubi bo'lib qoldi. To'g'rimi? Tushundinglarmi siz? Mana 21 degani x ni 7-sining kubi. Mana yozib qo'yamiz. X ni 21-si degani, x ni 7-sini kubi. Bunda a kub minus b kubga tushib qoldi. X ni 7-si minus 1, X ko'paygan x ni 14-si plus x ni 7-si plus 1. Shunaqami? Pastchi. kvadratlar ayirmasi. Kvadratlar ayirmasi. X
yettinchisi kvadratga tushmaydi. O birincisini ochib olamiz. Birincisini ochib chiqamiz. X'ni 14-si plus 2ta x'ni 7-si plus 1 minus x'ni 7-si. To'g'rimi? Ona x 7-sini ayirib olsak. Sifatini o'zini yozib turamiz. X'ni 7-si plus 1. Pastda Mana x mana 7-sini ayirib olamiz. X'ni 14-si plus ayirsak X 7 x 7-si plus 1. x 7 minus 1 qoladi. X'ni 7-si plus 1. 25 plus 10 a plus a kvadrat minus 1 kvadrat. Shunday qilsakchi? A'larni, B'larni. Yo'q. Ana 25 plus 10 a plus a kvadrat minus 1 kvadrat. A plus 1 minus 5, A plus 1 minus 5 kvadrat bo'ladi. Mahraj. A plus 1 minus 5. Mahraj haqida gaplashyapti. Mana narsa a plus 1 ning kvadratiga a plus 1 minus 5 a plus 1 plus 5 ga ajrataylik dedi. Kvadratlarni ayirmasiga tushdi. Mana 25 5 kvadrat. Kim tushmadi shekilli? Muhammad? Bu yig'inining kvadrati ayrilgan 5 ning kvadrati. Bitta qo'shibda. Kvadratcha. 25 plus 10 a plus a kvadrat. Minus Yo'q, formula qo'yib ochib olamiz. Oy, 25 Bitta qo'shib bitta. Oy, 25 yozamiz. Hop. Keyin 10 ta yozamiz. Keyin a kvadrat yozamiz. Keyin b kvadrat yozamiz. Bunday qilamiz. 25 plus 10 ta a plus a kvadrat minus b kvadrat deb yozaylik buniga. Keyin 5 5 plus a ning kvadrati bo'lib qoldi mana bu. To'g'rimi? 5 plus a ning kvadrati. Buni tagida 5 plus a dan bir marta b ni ayiramiz. 5 plus a ga bir marta b ni qo'shamiz. Qisqarib ketdi. chiqarib ketadi. Qaysi qisqardi? Qisqarib. Bunda qisqardi. Ko'paygan deymizda buni teskarisini yozamizmi endi? A minus b plus 5. Qaranglarda? Qisqarib ketdi. Ketdimi? O ham ketdi. Javob 1. Oladimi? 80. Nimaga shu matematika muammo? Nimaga? Shu katta misol, kichkina javob, kichkina misol katta. Bir chiqqaniga xursand bo'ldim. Mana shunday katta misolli javobi bundan ham xunukroq. Misolni berilishi qanchalik xunuk bo'lsa, javobi shunchalik chiroyli. 1 0 degan javob solishadi. Agar shunaqa son chiqmadimi, demak qaydadir xato qilgansan, yana boshqatdan ishlab chiqish kerak. Misolni berilishi qanchalik xunukligidan javobi shunchalik chiroyliligini o'ylab ko'rsangiz. Ishlasham bunda. Keyin shunaqa xunuk misollarni ishlaganda odam misolni chiqarib olsa, qanaqadir mazza ko'radi-da. Yo'q, rostdan. Bizda shunaqa bo'lardi-ki, shunaqa qiyin misollarni o'zimiz ishlay olsak, xursand bo'lib ketadi. Haligi misol chiqmayotganda rosa o'tirasizlar-ku, bosh qotirib. Qo'llar asab uzilib. O'sha misol chiqqanda, ayniqsa chiqqanda ham 1 degan javob chiqsa, Ham ana bo'ladi. haligi narsa esidan chiqib ketadi-da. Xo'p, boshladik. 83. To'rttasi o'sha to'rttasi ko'rib minus to'rttasida minus Nima deyapsan? minus Minus olib ketamiz. qayda ular chiqib ketdi? 100 ayrilgan to'rttasi kvadrat plus to'rttasida plus b kvadrat. Pastdanchi. 10 chiqib ketdi. Emas. Yo'q. Ondan chiqib ko'raylikchi. Ana, bo'ldi, ondan chiqib ketamiz dedim. To'g'ri, nabiladan qanaqa ular? Plus d. To'g'rimi? Qo'yganlar uchun. Qolganidan nimani olib ketsin? O'zi formulaga tushib turibdi, yo'q. Shunisi tushmaydi. Yo'q. Doma Tushyapti domla? Minusdan chiqib ketamiz. Minus olib ketganimizdan keyin tushadi. To'rttasi kvadrat plus to'rttasida plus b kvadrat. Qisqartirib Yo'q. Rosa qisqartirgim kelyapti.
Buni nima qilamiz? Hop. Ikisi Bu qisqarmaydi, to'g'ri hozir. Formula ikisi plus 10 ning 4 kvadrati minus ikisi 2 minus i plus 4 kvadrat. 1 ning kvadrati bo'lib qoldi. Pastchi. pastda shu formula. 10 da x plus 1 ayrilgan bu Ikisi plus 4 kvadrat. x plus 1 ning Endi kvadrati. qisqartib Endi nima qilamiz? X plus 4 kvadratlar ketadi. Endi qisqartiraylik. Yo'q. Hammamiz uramiz. Xato qilding-ku. Boyadan beri Kvadratlar aylanmasiga tushadi. Surat kvadratlar aylanmasiga tushadi. 10 minus 2 x minus 1 10 minus 2 10 plus x plus 1. Pastidanchi? O ochib chiqamiz. Yo'q, x plus X 1 minus 1. olib ketamiz. 10 minus x plus 1. minus 1. Endi Ketdimi? Endi ketsin onlar. Tutildiga 10 plus x plus 1 x plus 1. Yo'q. X kvadrat minus 2ax plus a kvadrat. Hisobga ketamiz. Yo'q. Ya suratni undan almashtirib olamiz. X kvadrat minus 2ax plus a kvadrat. Yo'q. Ben narigini x ochib ketamiz. Birinchidan tevadan x ochib ketsin. Suratini boshqarib turtadi. Uni x kvadrat bilan a kvadratdan o'rnini almashtiramiz. Mana Mana bular bunimi? Yo'q, ikkita o'rnini yozib oling. bitta o'ngdan bitta o'ng. Ayting, hop. X kvadrat Hop. minus 2ax plus a kvadrat. Hop. Minus Minus x kub. a minus a x kvadrat. Hop. Endi Shunday nima bo'lganda qoldi? Ondan olamiz. Buni yozdi. Kim buni yozdi? Kim buni yozdi? Maqsad nima bo'ldi? Formula Formulaga tushdi. X minus a ning kvadratiga. Tushundingmi? Yo'q, qolib ketgan, bu ikkitasini yozdi. Bular ko'chada qolib ketmasin. Mahrajidan Maqsad haqida minus gapiramiz. 8 ikki ay bu ham ayt formula. minus x kvadrat minus a X ni 4-tasini yozaman. ha Endi minus olib ketamiz. Hamma. Minus X x kvadrat Kvadrat. minus 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 ikki ay plus minus a a kvadrat. Manyorbek endi tushundingmi hozir? Ha, to'g'ri endi tushundim. X to'rtinchini yozdik. Hammasida minus olib ketdim. Minuslar plus. Ha, minuslar minuslar plus olib ketdi-da, faqat bu ikkitasini o'rnidan almashtirib oldim. Ko'zini ko'ryapti o'rinladi. Bo'ladimi? Teparaga pastga. Bu nimani beradi bizda? X minus. Formula x X minus a ning kvadrati. Bu ikkitasidan nima? x ochib ketamiz x X kvadrat kvadratni olib ketamiz. X minus a. endi x minus a ochib ketamiz Endi bu x kvadratning kvadrati ayrilgan x minus a ning kvadratini berdi. Bundan x minus a ni olib ketamiz endi. x minus a plus x X minus a plus x kvadrat. Endi bundan bitta ayrib bitta qo'shamizmi? x kvadrat X kvadrat minus x plus a x kvadrat x kvadrat plus x minus a. ketdi Bular ketdi. Olayotgan narsa x minus a taqsim x kvadrat minus x plus a. 85 ga uchraymiz Masal chiroyliroq chiqdi. mahrajni yo'q Qanday ne yo'lam? 67 qo'shilgan 33 ko'paygan 67 67 ning kvadrati ayrilgan 67 ko'paygan 33 qo'shilgan 33 ning kvadrati. Suratidan 67 bittaga ajratamiz. 67 ayrilgan 33 67 qo'shib 37 67 qo'shilgan 33 67 67 ning kvadrati minus 67 ko'paygan 33 qo'shilgan 33 ning kvadrati. Ketdimi? Ketdimi? 67 dan 33 ayirsak bo'lganda bo'ladimi? Boshladik. Nima ish bajaramiz?
0.2 ni olib ketamiz. Shuni qayga olib ketasan? Aslında şarıyor. Mahrajda Yo'q. 0.5 Ho'p, mahrajni bilib qoldik, 0.5 olib ketsak. Haridan 0.6. To'g'rimi? Ha, ikkalasi 0.5. Suratda 0.2 plus 0.3 ning kvadrati. Ha? 0.3 ning kvadrati. Ha, mana shunaqa bo'lib qoldi. To'g'rimi? Qo'shsak 0.5. 0.5 ko'paygan 0.5 deganimi? 0.5 ko'paygan minus 0.2 deganimi? Bittadan ketdimi? Endi virgul so'raydigan bo'lsak, minus 5 taqsim 2 bo'lib qoladi. 0.5 0.2 virgul so'radik. Minus 2,5 ekani javob. Bo'ladimi? Misollar solmasdan Açıp çıkarız. tepasini ochib chiqamiz. 3 kvadrat 9. 4 değil mi? İyi harfi. 2'dan 1 ning kvadrati minus nega sig'maydi? Sabah sabamaydı. Yok. İkilesini kvadrat. 2 ben seni gidiyorum. Qo'shadigan bo'lsak necha? 4. 4 kvadrat bo'lsa baringdaydi. Uni ko'pga ko'tarib chiqmoqchimisan? Demak, shuning uchun ochib chiqamiz. 2 ning kvadrati qo'shilgan 2 ko'paygan 2 ko'paygan 1,9 qo'shilgan 1,9 ning kvadrati. To'g'rimi? A plus b ning kvadratini yozib chiqdim. Ayrilgan 2,1 ko'paygan 1,9. Mahrajni nima qilamiz? Açıp çıkarız. Ochib chiqamiz. Qaysi formulaga? Kublar. Bunlar ayrilgan 2,1 ayrilgan 1,9 ko'paygan 2,1 ning kvadrati qo'shilgan 2,1 ko'paygan 1,9 qo'shilgan 1,9 ning kvadrati. Endi nima ish bajaramiz? Endi ularga qavs bo'lsa hech kim urushmaydi. 2,1 ning kvadrati bundan buni ayirsak. Nol. Yo'q, 2.1. yo'q. Nima dedin? Mana qaraymi. 2 ko'paygan 2,1 ko'paygan 1,9 turibdi. 2.1 2,1 ko'paygan 1,9 ayirsak 2 edi, bitta qoladi. Bitta qoladi. 2.1. Minus 2,1 ko'paygan 1,9 qo'shilgan 1,9 ning kvadrati. Ayirsak 0,2 ko'paygan 2,1 ning kvadrati plus 2,1 ko'paygan 1,9 plus 1,9 ning kvadrati. Ketdimi? Bitta qism 0,2 nima degan? Bitta qismi 5 0.5 degan. 5 degan. 5 değil mi? Mana 2 qism deganimi? Ha. Onu tepeye chiqarsak, Uni tepeye chiqarsak 10 taqsim 2 bo'lib qoladi-da. Qilamiz. Aga ko'paytiryapti. 75 kvadrat 50,5 kvadrat Minus 2 yarım. O'sha qildi. Kvadratlar ayirmasiga qo'yamiz demoqchilar. Ha, o'sha. Tarjima qilib beraman endi sizlarning gapinglarni. Pastda necha? Yetti yarim ning Yo kvadrati. yo ochmaymiz. Yo'q, o'g'laylik. A minus b ning kvadratga Ana Ha. ochamiz. Bu Ha, minus- ikkita degani yo'q. 7,5 minus 2,5 ko'paygan 7,5 minus 2,5 desa bo'ladi. Ha. Kvadratlar ayirmasi qo'yib ochib chiqaylik. 2 ko'paygan 7,5 ko'paygan 2,5 qo'shilgan bo'lmas ekan. bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi emas, sig'mas ekan demoqchi. Bo'lmaydi. Kvadratlar ayirmasiga qo'yib ochib chiqdik. Mahrajini ayirmaning kvadratiga qo'yib ochib chiqamiz. 7,5 ning kvadrati ayrilgan 2 ko'paygan 2,5 ko'paygan 7,5 qo'shilgan 2,5 ning kvadrati qo'shilgan mana 2 ko'paygan deb yozsam mana 2 ko'paygan 2,5 ko'paygan 7,5 deb yozsam 5 2 ko'paygan 2,5 mi? Ketdimi? Mana turing.
7,5 kvadrati ayrilgan 2,5 kvadrati. 7,5 kvadrati qo'shilgan 2,5 kvadrati. Mahrajni nima qilyapti? 7,5 kvadrati qo'shilgan 2,5 kvadrati. Qolgan hammasi qisqarib ketdi. Ketdimi? 10 kvadratı. Shuningdek namozi qisqarganmi? Nima qilyapti? 2,5 kvadrati ayrilgan 2,5 kvadrati. 25. Bitta ayrib bitta qo'shamiz a. 7,5 ayrilgan 2,5. 7,5 qo'shilgan 2,5. 7,5 ni 2,5 ayirsak 5. 5 ko'paygan qo'shsak 10. Natijamiz 50 chiqadi. Nihoyat misollarimiz tugadi, endi masalalar boshlangan. Shunday butun son natural sonlarni topingki, bunda n kvadrat minus 12 taqsim n soni ifodaning qiymati butun son bo'lsin. Mas, bu juda ham oson. El bilan Alohida mahraj beramiz. En. n kvadrat taqsim n minus 12 taqsim n desam bo'ladi. Qisqarada n minus 12 taqsim n. Endi qarab turinglar. N butun son deyapti. Butun dedim, natural dedim. Butun son ekan. Butun sondan qanaqa sonni ayirsak yoki qo'shsak butun son chiqadi. Butun son. Demak bizda vazifa nima ekan? Mana butun son bo'lishi kerak. To'g'rimi? 12 taqsim n butun son bo'lishi kerak ekan. 12 ni nechilarga bo'lsam butun son chiqadi? 2 Xato. Yo'q, bizga ifodaning qiymati qiziq emas. Endi necha bo'lishi qiziq? 24 bor. 24 qo'ysak, 12 ni 24 ga bo'lsak butun son chiqadi. Yarim bo'lib qoladi. Yarim bo'lib qoladi. Yana qaysi sonlar bor? Bo'ldi, tugatdi adamlar. 48 dedim. Nol qo'yamiz. Yo'q, mahraj yo'l qo'yib bo'lmaydi-ku. 48. Butun son deganda nima? Plus minus 1. Ha, mana ularga plus minus qilib qo'yishimiz kerak. Orqasiga qarab. Qaranglar, butun son bilan natural sonni farqi bor. Natural sonni farqi bor. Qaranglar. Agar shartini qaraysizlar, butun son desa plus minus desa olasizlar. Agar natural son desa faqat plus desa olasiz. Bo'ladimi? 97. Qaranglar-da, alohida mahraj berdik. Endi butun son deyapti. Butun sondan qanaqadir kasr sonni ayirsak, natijamiz butun son chiqishi kerak ekan. Buning uchun nima qilamiz desa, 12 ga karali son bo'lishi kerak-da, mahrajda turgan narsa. 97. Shunda natural son topingki, n kvadrat plus n minus 12 taqsim n soni butun son bo'lsin. Endi n natural bo'lsin deyapti, qaranglar. N natural bo'lsin, bunisi butun son bo'lsin. Javobi butun son. Mana tegishli degani. N tegishli. N degan son, mana n degan son. Katta n degani natural sonlar to'plami. 1 2 3 4 5 6 Kichkina n'imiz, mana n'imiz natural son bo'lsin deyapti. Bu ifodamiz z degani butun sonlar degan. Ha, yozib qo'yamizda. N katta n natural sonlar. Natural sonlar degani z butun son. Butun son. Qoidada ham qandaydir n soni deb yozdirasiz. Ha. Tushunarlimi? Belgilashga to'g'ri.
Endi yana alohida mahraj beramiz. N kvadrat taqsim n plus n taqsim n minus 12 taqsim n. N plus 1 minus 12 taqsim n. Natural bo'lsin deyapti. 1, 2, 3, 4, 6 ni qo'yamiz. N teng 1, 2, 3, 4, 6, 12 ni qo'yamiz. Endi butun deganda plus. Ha, butun bo'lganda plus minus qo'yardik. Endi faqat qarab turinglar, bitta nozik tomon. Natural qiymatida ifodaning qiymati ham natural bo'lsin desa, javobini borib tekshirib qo'yamiz. Birdan borib qo'yasan. Bir Endi kvadrat bo'lganda men gap kelib qo'yasan. 12 dan 1 ketsa minus. Birga bir bo'lsang 2, 12 ni birga bo'lsang 12, 2 dan 12 ni ayirsang minus 10 bo'lib qoldi. To'g'rimi? Agar mana o'rnidan natural son deganda bir emas. Ke 12 ni qo'shib Chunki minus 10 chiqadi natija. 12 ni olamiz. Endi 2 ni olasan. Hammasini tekshirasan. 2 ga 1 qo'shsang. Endi 2 dan 2 ga 1 qo'shib 2 ga 1 qo'shsak 3, 12 ni 2 ga bo'lsak 6. 3 dan 6 ni ayirsak yana minus 3. Demak 2 ni ham olmaymiz. Endi 3 ga borib qo'yasan. Endi teng 3 dan 3 ga 1 qo'shsang 0 4. 0 natural sonmi? Yo'q. Yo'q. Demak 3 ham olmaymiz. Bu ham ketdi. Endi n teng 4 qo'yamiz. 4 ga 1 qo'shsak 5, 5 dan 12 dan 3. Natijamiz 2 ekan, demak 4 olamiz. Tushunarli? 6 ni n olamiz. teng 6 desak natural son chiqadi. 7, 7 dan 2 ni 5 chiqadi. Demak 6 ni olamiz. 12 ni olsak 1, buni ham olamiz. Tushunarlimi? Shartga yaxshilab e'tibor berasiz. Xo'p, endi 99-misol. Ifodaning qiymati butun son bo'ladigan barcha n natural sonlar yig'indisini toping. Kichkina n'imiz butun bo'lsin, natijamiz natural son bo'lsin. Yo'q, ifodaning qiymati butun son chiqsin. Mana kichkina n'imiz natural son bo'lsin deyapti. Mana shuni o'zi qilib ishlaymiz. Minuslik emas. Ha, ifodang nima chiqsa chiqaversin, haligi plus chiqadi, minus chiqadimi, butun chiqsa bo'ldi. Lekin mana kichkina n tanlayotganingda faqat natural son tanlayapti. 100-misolda agar n butun son bo'lsa, n ning butun qiymatlari yig'indisini toping. Birinchisiga tushyapti bu. N ham plus minus bo'laveradi, ifodang ham plus minus bo'laveradi. Xo'p, 98-misolda. Shunday n natural son topingki, bunda shu ifodaning qiymati natural bo'lsin. Bu mana hozir tushuntirganim. Natural sonlarni tanlab olamiz. Keyin har birini borib tekshiramiz. Ifodang natural chiqsa olasan. Ungacha olmaymiz. Endi 101. 101 ni tushuntiraman, shu bilan tugaymiz. Ning qiymatini toping. X larga kub qo'yib, Mana, yo, bu tursin. 7 ning kvadrati? Bu 5 kvadrati. Bittaga ajratamiz. 7 ning x'inchisi minus 5 ning x'inchisi. 7 ni x'inchisi 7 ning x'inchisi minus 5 ning x'inchisi deb. Pastdan 49 bilan 35 dan nechta olib ketsak? 7 ning x'inchisi olib ketsak, 7 ning x'inchisi minus 5 ni x'inchisi ko'p bo'ladimi? Yetdimi? Qolyapti bizda. 7 ning x'inchisi minus 5 ning x'inchisi taqsim 7 ning x'inchisi. Boyagidaqa Xo'p, endi x teng 3 midi? Qarab turing. Xo'p. Boya alohida mahraj berdik-ku. Xuddi shunaqa alohida mahraj berdik. 7 ning x'inchisi taqsim 7 ning x'inchisi minus 5 ning x'inchisi taqsim 7 ning x'inchisi. Buni bir bo'lib qoldimi? 1 ayrilgan 5 taqsim 7 ni x x'inchisi. Endi shuni o'rniga 3 qo'yib hisoblab qolamiz. 1 minus 5 kubi 125, 7 ning kubi 343. Shuni hisoblab qo'ya olasizlar? Shuna qo'shib qo'y. Barobar 343 dan 125 dan ayirsak 8. Hop.
1 118 to'g'ri aytdimmi? 218. Ha, 218. Tushundingizmi? Mana shuni endi sal nima qilib yozaverasizlar, tushunib. O'sha yerga. Tushunarlimi? Shuning bilan algebraik kasrlar mavzusini birinchi qismini tugatdik. Shu bilan Ikkinchi qismi keyingi yilga birinchi qism. Shu bilan keyingi yilga bitta test olaman. Umumiy takrorlash bilan. O'ta olmasak. Keyin algebraik kasrlar ikkinchi qismini boshlaymiz. Agarki o'ta olsak.